Agar sizlarda shunaqa yogurt qolib ketsa, bolalaringiz yemasdan, ozgina eskirib qolsa, 1-2 kunlik bo'lsa, uni pirogga yuborishingiz mumkin. Qizlar, bu yerda mana rozoviy bilan sariq rangli yogurt qoladi, uni aralashtirdim qizlar. Qaranglar, bu yogurtga razrixlitsa solamiz hozir, bir pachka. Mana bir pachka razrixlitsa solib, buni aralashtiramiz. Ko'pirib chiqadi. Mana qizlar sirazi ko'pirish boshlayapti. Xuddi qatiqga razrixlitsa solsanglar, soda solsanglar ko'piradi-yu. Mana bu yaxshilab ko'pirguncha, xullas, men bitta margarin mashina solasizlar-da. Endi bunga где-то bir 4 piyolacha un solasizlar, elab. Mana elisizlar. Sizlar uni nimaga elash kerak? Elab qilingan narsalar, xamirlar nejniy chiqadi, mayin chiqadi juda ham. Endi bu margarinni unlab, mana bu forkadan chiqaramiz, hozir ko'rsaman. Forkadan chiqardim va margarinni shunaqa qo'lingizda uvoq qilasizlar. Sizlar yarim piyola shakar solasizlar. Chunki yogurt o'zi shirin, keyin men juda ham shirin narsani yomon ko'raman. Tabiiylarga qarab solasizlar, xullas aralashtirasizlar. Mana endi yogurtni solamiz, ko'pirib chiqqanini ko'rdinglar. Qizlar, bu massani aralashtiramiz. Mana aralashtirganingizda ko'rinadi, yana qancha un kerakligi. Shunga qarab unni sekin-sekin elab, yana solib, xamir holatiga keltirasizlar. Yumshoq, yopishqoq xamir bo'lishi kerak. Qizlar, shunaqa yopishqoq xamir bo'ladi. Endi listni yog'lab olamiz, qizlar. Hozir xamir ustini yog'laysizlar-da, ozgina yog'lab olasizlar, qo'linglarni ham yog'laysizlar-da, men bunaqa qo'linglarda yoyib chiqasizlar pirogga. Qizlar, joylab chiqdim. Buni ustiga jem yoki olmani syorkadan chiqarib, nimadirlar solsanglar bo'ladi, nachinkalar. Men solmadim, chunki bolalarim nachinkali piroglarni yeyishmaydi, yomon ko'rishadi. Qizlar, endi buni usti qizarib, ishib chiqquncha 250 gradusga qo'yasizlar. Mana qizlar, ishib chiqdi, ko'rdinglarmi? Cho'p tiqib ko'ramiz. Cho'pimiz quruq chiqdi, demak ichi ham pishgan. Endi qizlar, saxarning pudra sepasizlar, shunaqa qilib. Endi kesamiz, qizlar. Mana qizlar, ichlari shunaqa yorilib pishadi, yumshoq bo'ladi, bir qillagan. Video foydali bo'lgansa, like bosinglar.